Soxta salafiy e'tiqodidagi aksariyat kishilar fiqhiy mazhablarni rad qilib, mazhabsizlik g'oyalarini tarqatadilar. Ahli sunna val jamoaning ikki aqidaviy yo'nalishi Moturidiylik va Ash'ariylikka ergashganlarni zalolatda deb da'vo qiladilar. Aynan shu o'rinda ahli sunna val jamoaning yetuk ulamolari ularning bu da'volariga shunday raddiya beradi. Abul Hasan Ash'ari va Abu Mansur Moturidiy ahli sunna val jamoaning aqoid bobida imomi ekanlari haqida ko'p ulamolar ta'kidlashgan. Jumladan Imom Ibn Hajar Haytami shunday deydi: Sunnatdan maqsad ahli sunna val jamoa imomlari Abul Hasan Ash'ari va Abu Mansur Moturidiy tutgan yo'ldir. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ilmni har bir avlodlardan ishonchli kishilar tashiydilar. Ular ilmni johillarning botil talqinlari, yo'ldan ozganlarning da'volari va g'uluvga ketganlarning buzishlaridan saqlaydilar deb aytib o'tgan kimsalar sirasidandir. Shuning uchun ham faqat ahmoq, ilmsiz yoki haq yo'ldan adashgan bid'atchi kimsagina bu imomlarni zalolatda deb e'tiqod qiladi. Hofiz Murtazo Zubaydiy aytadi: Ahli sunna val jamoa deyilganda Imom Ash'ari va Imom Moturidiylar tushuniladi. Toshko'pruvzoda aytadi: Ma'lumki, ahli sunna val jamoaning kalom ilmidagi raislari ikki kishidir. Biri Hanafiy, boshqasi Shofiiy mazhabidadir. Ahli sunnaning Hanafiy mazhabidagi imomi Abu Mansur Moturidiy bo'lib, u Imomul Huda deb nom taratgan. Ahli sunnaning Shofiiy mazhabidagi imomi Abul Hasan Ash'ari Basridir. Imom Mahmud Zohid Kavsari aytadi: Imom Ash'ari va Imom Moturidiylar mashriq va mag'ribda ahli sunna val jamoa imomlaridir. Ularning ko'p sonli kitoblari bor. Ular o'rtasidagi aksariyat ixtiloflar lafzidir. Demak, haq, to'g'ri mazhab salaf solihlarning yo'lidir. Bu esa Imom Moturidiy va Imom Ash'ari tutgan yo'lning ayni o'zi bo'lib, ularga ergashgan musulmonlar yuzlab million kishini tashkil qiladi. Hozirgi kunda katta jamoat e'tiqodda Imom Moturidiy va Imom Ash'ari mazhablari hamda fiqhda 4 mo'tabar mazhablarga ergashganlardir. Mana shular ahli sunna val jamoani tashkil etadi. Ahli sunna jamoasi ichida bulardan boshqa e'tiqodiy va fiqhiy mazhablar mavjud emas.